boshqa mevalarga nisbatan daromadi yaxshi bo'ladi. Bu rangi juda ham chiroylashgan bo'ladi, ta'mi ham shirinlashgan bo'ladi. Ham vazni ham rosa og'irlashib, ichiga shakar rosa to'lgan bo'ladi. Tonnagacha olib chiqishi mumkin bo'lgan olma turi. Kurtaklariga qarab turib fosfor yoki azot kamligini bilish mumkin. Bog'ni holatini bilish uchun uni barglariga qarasangiz bo'ldi. Kam suv joylarda ham buni xuddi shunday holatga yetiltirish mumkin. Agrotexnikasi buniki juda ham sodda hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bog'dorchilik sirlari ko'rsatuvining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Mazkur ko'rsatuvimizni tayyorlash uchun Farg'ona viloyati Quva tumanining Guliston mahalla fuqarolar yig'iniga yetib bordik. Mazkur mahallaning 90% aholisi bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Suhbatdoshimiz Sherqo'zi Olimov esa bog'dorchilikka qiziqib, uni ilmini o'rgangan. U so'nggi 10 yil davomida respublikamizning barcha hududlarida mevali bog'larni tashkil etishda ko'maklashgan. Bugun barcha yurtdoshlarimizga yaxshi tanish bo'lgan olma mevasining qanday yetishtirish haqida gaplashamiz. Yurtimizda yozning boshidan kuzning oxirigacha olma pishib yetiladi. Olmachilikda boshqa mevalarga nisbatan daromadi yaxshi bo'ladi agar uni qarash agrotexnikasini joyiga qo'yadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda tagiga solinadigan ozuqasi bilan buni abreska qilish tizimida katta rol o'ynaydi. Agar abreskada xato qiladigan bo'lsangiz, 1 yil kam qilib, 1 yil ko'p qilish natijasiga olib keladi. Birinchi navbatda abreskani yo'lga qo'yiladi, keyin buni ozuqa berish tizimini vaqtidan kechiktirmagan holatda olmalar pishgungacha bo'lgan davr oralig'ida bu ozuqaga ehtiyoj sezmaslik kerak. Shunda ozuqa bilan suvga, asosiysi suvga ehtiyoj sezmasa, bu ham meva pishirish jarayonida kelgusi yil hosil kurtaklarini shu bilan hamohang holatda yetiltirib boradi. Bu juda ham diqqat bilan tushunib oladigan joyi. Buni abreskasi birinchi navbatda qilinadi. Keyin suv bilan ozuqa berish, pishgungacha ozuqa berish. Shu ikkovining nazoratdan qochirilmasa, keyingi yil uchun hosil kurtaklari ham bo'ladi, ham olmani sifatli yetiltirib beradi. Olma mevasini ekishdan avval bozorda qaysi navdagi olma yaxshi sotilayotganini, uni pishgan vaqtidagi narxi hamda bahor faslidagi narxini yaxshilab o'rganib chiqish foydali bo'ladi. Ular turlariga qarab turib, turlariga keyin payvantaylariga bog'liq holatda tanlab boriladi. Tog'li tog'oldi rayonlarida qizil olmalardan Stab Krepson, o'zimiz mahalliy navlardan 5 yulduz, Golden shu navlardan tog'oldi rayonlarida foydalansa juda ham natijani yaxshi beradi, rangi ham chiroyli bo'ladi. Olmani ta'mi ham juda ham shirin bo'ladi. Pasadirlik joylarga tushadigan bo'lsa, atlarda goldenlar atlarda ham bo'laveradi. Semarenka, golden, jannat olma deyshadi. Shu olmalar, qandil olma, bu olmalar adirlik zonalarda yaxshi bo'ladi. Endi hozirgi kunda olmachilik sanoatida yangi navlar ko'p bo'lyapti. Yangi navlarning ichida, misol aytadigan bo'lsak, Pink Lady navi. Bu juda ham zo'r nav hisoblandi. Endi buni tog'li tog'oldi rayonlarga emas, adir issiq zonalarga eksa, tog'li rayonlarga qaraganda yaxshiroq effekt beryapti. Chunki tog'li rayonlarda bu sovuqda emas, issiqlik hisobiga, ya'ni buni pishish davrida sovuq havo emas, iliq havoni hisobiga bunda pishish rangdorroq va qizilroq bo'lyapti. Quva tumanida turgan bo'lsak, Quvasoy tumaniga qarashli bo'lgan joylarda, tog'li rayonlar yonida ham xuddi shu Pink Lady'ning Rose Glove navlari bor, lekin ularda hali ranglar bu darajaga kelgani yo'q. Bugun hozir 3-noyabr bo'ladigan bo'lsa, 3-noyabr holatiga bu juda ham a'lo holat hisoblanadi. Buni asosiy uzilish vaqti 15-10-noyabrlarda uzilsa, bu rangi juda ham chiroylashgan bo'ladi, ta'mi ham shirinlashgan bo'ladi, ham vazni ham rosa og'irlashib, ichiga shakar rosa to'lgan bo'ladi. Bog'bonlarning ta'kidlashicha, yerga o'z vaqtida va sifatli ishlov berish mo'l hosil olish imkoniyatini oshiradi. Asosan olma bog' ekiladigan joylarga birinchi yerlar tekizlab olgan holatda ko'pgina, qancha ko'p bo'lsa ham farqi yo'q, go'ng tashlab olish kerak bo'ladi. Agar go'ngni ko'pgina tashlashga imkoniyat yo'q bo'ladigan bo'lsa, aynan olma ekiladigan chuqurlarga go'ng tashlab ekishni maslahat beraman. Go'ng biogumusdan foydalansa yana ham zo'r natija beradi. Aynan olmani tomiri ko'miladigan joyga to'liq biogumus bilan ekishsa, daraxt, ko'chat, ya'ni yosh nihol ko'chat tez amal oladi, o'ziga yaxshi o'rnashadi. Bunga olma daraxtini, har qanday olma daraxtini har yili tagiga bir paqirdan yoshiga qarab turib, mevaga kirgan kattalariga bir aravagacha mahalliy go'ng solishni maslahat beraman. Chunki bu
zaklikda uzoq ushlab turishga olib keladi va bu go'ngni yaxshi ko'radi. Bu go'ngda bunga kerakli bo'lgan element moddalar bor. Bu o'shani hisobiga o'sish hech qachon to'xtab qolmaydi. Kelgusi yil uchun zamin kurtaklarida rivojlantirish ham davom etaveradi. Endi bunga mineral o'g'itlardan, misol azot, fosforli, kaliyli o'g'itlar berish kerak bo'ladigan bo'lsa, ulardan tashqari go'ng solish kerak bo'ladi. Ular qo'shimcha hisoblanadi. Go'ng buni asosiy ozuqasi hisoblanadi. Shu o'rinda qo'shimcha mablag' sarflamasdan ekin maydonlarini o'g'itlantirish haqida ham ma'lumot beramiz. Bizda juda ham ko'p yerlarimizda ekinlar ekilganligi sababli ekinlar yerdagi ma'lum qismdagi ozuqa moddalarini, tuproqdagi kerakli, unga kerakli bo'lgan elementlarni mevasini yetishtirish jarayonida yoki dukkakli o'simliklar ular ham yetishtirish jarayonida yerdagi ozuqalarni olib chiqib ketadi. Go'ng nima vazifasini bajaradi? Go'ng yerda birinchi navbatda uni yumshatadi va uni unumdorligini oshirib beradi. Mahalliy go'ng yegan o'tlarda, yemlarda, hashaklarda bularda obработка qilingan holati bo'ladi. Qayta ishlangan hisoblanadi va u zichlangan holatda bo'ladi. Agar u ekin maydonlari ekishdan oldin yoki ekib bo'lingan bo'lsa, solinsa, o'sha yerda ozuqasi o'ziga qaytib keladi. Agar buni go'ngdan foydalanmaydigan bo'lsa, ba'zi ekin turlari bo'ladi. Shu ekin turlaridan ekib, o'sha ekin turlari ma'lum o'sish darajasigacha o'sib borgandan keyin o'sha yerda o'ziga traktor texnikalari orqali omochlab olib, ishlab olish kerak bo'ladi. Shu bilan ham yerda ozuqaviy quvvatini tiklash mumkin bo'ladi, lekin mahalliy go'ng bularga qaraganda osonroq ishlaydi. Mevali bog' yaratishda nozik jihatlar ham ko'p. Ulardan biri ishonchli ko'chatlarni topish va ularni to'g'ri tanlashdir. Ishonchli ko'chatlar tanlashda asosiy e'tiborga olinadigan joyi bu ko'chat yetishtiruvchi bilan uni yetishtirayotgan holati va uni ena bog'ini hisobga olish kerak bo'ladi. Umuman ishonchli ko'chat yetishtiruvchi bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bu yerda qo'rqmasangiz bo'laveradi, chunki siz u navda olgan joyi pishgan kaltak, xom kaltakdan bu hammasini o'zi agar mutaxassislik doirasi yaxshi bo'lsa, bu hammasini nazoratga olgan bo'ladi, hammasini hisob-kitob qilgan bo'ladi. Shuni hisobiga uni ko'chati sifatsiz holatda bo'lmaydi. Ekasiz, natija siz ko'zlagan vaqtda boshlanadi va siz ko'zlagan holatda natija beradi. Bog'bonlar yaxshi bilishadiki, kuz faslida ekilgan mevali daraxtlar 1 yil oldin hosil bera boshlaydi. Shuning uchun olma ko'chatlarini kuzda ekish samaraliroq bo'ladi. Olma sovuqqa juda ham chidamli daraxt turi hisoblanadi, olma daraxtlari. Buni ekish davri noyabrda 5-dan ekish davri boshlangan bo'lsa, shuni martda 20-gacha bo'lgan davr oralig'ida xohlagan vaqtingizda ekishingiz mumkin bo'ladi. Asosan kuzda ekilsa yana ham yaxshi natija beradi. Sabab buni baribir sovuq urib ketmaydi. Kuzda ekilgan ko'chatlar erta bahor o'zini ko'chirilganini bilmagan holatda uyg'onadi. Erta bahor ekilgan ko'chatlar kech ekilinsa ular stress holatda bo'ladi. Keyin kuzgacha suradigan shoxi juda ham kalta bo'lib qoladi. Shu sababli olmani, aynan olmalarni kuzda ekishni maslahat beraman. Kuz oyida bular ekish juda ham zo'r davr hisoblanadi. Ekilish sxemasini to'g'ri belgilash va nihollarni yerga o'tkazishdan avval bajariladigan agrotexnik jarayonlarga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Ekilgan ko'chatlarni dastlabki yilda ehtiyotkorlik bilan parvarish qilsangiz, ularning ildiz otishi yaxshilanadi va hosilga kirgach yaxshi natija beradi. Olmalarda ular turlariga qarab turib ekilish shtamplari o'zgaradi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, 5 yulduz va Krepson olmalari kengroq ekilishlarini maslahat beraman. 5 ga 5, 6 ga 5 sxemada ekilsa zo'r effekt beradi. Misol uchun Semerenki olmasini ham 6 ga 5 ekishni maslahat beraman. Golden olmalari bular serhosil olma hisoblanadi. Bularda ekilish sxemasini yaqinroq ekishlarini maslahat beraman, chunki ularda hosildorlik baland bo'lganligi uchun shoxlar kalta ushlanadi. Daraxtlarni kalta ushlamasangiz, u hosil ko'pligini hisobiga daraxtlarda ayrilib ketish, shoxlarda sinib ketish ko'p kuzatiladi. Shuni hisobiga ularni yaqinroq eksa bo'laveradi. Baribir uni shoxini kalta ushlash kerak bo'ladi. Aynan Pink Lady olmalarida ham ekilish sxemalarini 5 ga 3, 5 ga 4, 5 ga 5 sxemada yeringizni balitetdan kelib chiqqan holatda ekishingizni maslahat beraman. Bunda ham hosildorlik juda ham baland olma turi hisoblanadi. Yangi nav bo'lishiga qaramasdan o'z o'rnini, misol uchun O'zbekistondagi olmachilik sanoatida o'z o'rnini juda ham tez va yuqori darajada topdi. Shu sababli bunda ekilish sxemasini 5 ga 4, gektariga 500 tadan bemalol eksa bo'laveradi. Aynan Silniros
ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, 5 ga 5 sxema, 5 ga 4 sxemada 500 tadan eksa, bu kelajakda tonnagacha olib chiqishi mumkin bo'lgan olma turi. Hali buni yosh kattasini ko'rishgani yo'q. Biz ham ko'rganimiz yo'q, lekin bu tajribalardan kelib chiqqan holatda bu boshqa olmalarga solishtirish va yoshida o'sish darajasida hosildorlikda hozirdan qanchalik darajada ushlab borishini hisob kitobi natijasida taxminiy ma'lumotlar bu Pink Lady Rozgilov olmasi bir tub daraxtni tonnadan oshiradi degan ehtimolda turibmiz. Lekin bu aniq shu natijaga boradi, chunki bunda hosildorlik juda ham baland. Hozir kichkina bo'lishiga qaramasdan katta o'zimizni mahalliy olma navlari bilan bemalol raqobatlashyapti. Endi buni ekilish joylari asosan issiq, O'zbekistonda issiq zonalariga ekilsa zo'r natija beradi. Rangdorlik juda ham baland bo'ladi, ta'mi juda ham shirin bo'ladi. Ko'proq issiq zonalarga ekishlarini maslahat bergan bo'lardim. Olma daraxtlari ekilgandan so'ng 3-yildan boshlab hosil bera boshlaydi. Bu vaqtgacha ko'chatlar oralaridagi bo'sh maydonlarga polis ekinlarni ekib, undan ham foyda olish mumkin. Yillik qilinadigan agrotexnikasi buniki juda ham sodda hisoblanadi. Agar go'ng soladigan bo'lsangiz, fosforli o'g'itlardan, azotli o'g'itlardan soladigan bo'lsangiz, faqat suv ochish bilan dori sepish texnologiyasini o'zi kifoya qiladi. Endi zaharlashda shunaqa holatlarni ko'rdikki, buni yangiligida hosil kam bo'lgan vaqtda zaharlash tizimi uni qoplamaydigan darajadagi bog'lar 1 yilda 3 marta zahar sepib pishirgan joylarini ko'rdik. Qurt tushishi ham juda ham kam kuzatilyapti, chunki g'o'ralik davrida juda ham qattiq va juda ham nordon bo'ladi. Shuni hisobiga bunga qurt ham ko'p ham tushavermayapti. Shuning uchun bunda zaharlash tizimida o'zimiz eski navlarga qaraganda boshqacha tizimdan foydalansa ham bo'ladi. Buni yaqin yillar davomida xudo xolasa mana shu o'zimizni mahalliy tizimda ishlab chiqamiz. Buni ommaga taqdim qilamiz. Buni zaharlash tizimida o'zgarish bo'ladi, rasxoti kamroq bo'ladi. O'zimizdagi olmalarda har 13 kun bilan 15 kun oralig'ida dori sepish kerak bo'ladi. Bo'lmasa bunga qurt tushib ketadi. Shu kapalaklar qurt qo'yadi, shu 13 kun 15 kun oralig'ida tuxumdan chiqib yevoradi. Lekin bu Pink Lady Rozgilovda hozirgi kunda yangi tajribalar olib borilyapti. 20 kun va 25 kun oralig'ida dori sepsa bo'ladi degan taxminlarda turibmiz. Buni yillar davomida shu 2028 yoki 27-yilgacha bu haqida tajriba olib boramiz. Tajribalarimiz natijalari tugagandan keyin buni ommaga taqdim qilamiz. Agar bu yaxshi natija beradigan bo'lsa, mevachilik sanoatida olma mevasini, aynan Pink Lady Rozgilov olmasini mevasini tan narxini tushirish imkoniyati bo'ladi. Buni tan narxi tushsa, o'zimizni ichki bozordagi aholiga arzon narxda olma yetishtirib berish imkoniyati paydo bo'ladi. Bog' barpo qilayotgan yurtdoshlarimiz nihollarni yerga qadash jarayonida mevali daraxtlarni changlatish usullarini ham inobatga olish lozim. Olmalarni changlatish haqida gaplashadigan bo'lsak, boshqa olma turlarida changlashdan foydalanish kerak bo'ladigan turlari bor. Ba'zilari changlatish shart bo'lmaydi. Mana golden olmalarda changlatish shart hisoblanmaydi, lekin boshqa barcha olma turlarini orasiga changlatuvchidan foydalanish kerak bo'ladi. Xususan mana shu Pink Lady olmasini orasiga ham changlatuvchidan foydalanilsa bo'laveradi. Nima sababdan unday foydalanish kerak degan savollar keladigan bo'lsa, hozir ekotizimda iqlim o'zgarishi bo'lyapti. Shu iqlim o'zgarishini hisobiga ma'lum bir vaqtlardan keyin changlanishiga qarshi holat paydo bo'lishi mumkin ob-havoga nisbatan. Shunaqa paytlar, misol uchun bu gilos daraxtlarida kuzatilindi. Bundan ancha yillar oldin bemalol o'zini o'zi changlatadigan navlar hozirgi kunga kelib changlatolmaydigan bo'lib qolyapti. Shu sababli har bitta bog'ni tashkillashtirilganda u xoh olma bo'lsin yoki shaftoli yoki gilos yoki o'rik, qaysi meva turidan foydalanishdan qat'iy nazar o'sha bog'larda changlatuvchisi bilan birga ekishlarini maslahat beraman. Changlatuvchi erta ishlashi yo ishlamasligidan qat'iy nazar changlatuvchi qo'yish kerak bo'ladi. Bu tabiatda plusi minusi bo'lgandek, bunda ham shu narsa kerak bo'lib qolishi ehtimoli kuzatiladi. Shu sababdan har ehtimolga qarshi qo'yib borilinsa, hech qachon bu narsaga ehtiyoj sezilmaydi. Gullagan davrida suv qo'yadigan holati bu meva turidan kelib chiqib, lekin bizda tajribalarda shu narsa kuzatilyaptiki, gullagan davrida suv qo'yishni maslahat beraveraman, chunki daraxtda agar gulkurtaklari juda ham ko'p gulkurtak tashkil qiladigan bo'lsa, unda suvga ehtiyoj sezilib qolishi mumkin. Buni agar gullash davridan oldin qo'yib qo'ysa, yana ham zo'r bo'ladi. Agar o'sha gullash davrida unda chanqash kuzatilinsa,
gul kurtaklariga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Gul kurtaklar to'liq ochilolmay qolishi mumkin, lekin ochilish jarayoni to'liq bo'ladi. O'sha ochilish jarayonida muammolar bo'lmasligi uchun imkon qadar har bitta mevali daraxtni gullash davridan oldin yahob suv deyiladi. Agar yahob suv qo'yilmaydigan zonalar bo'ladigan bo'lsa, gullash davridan oldin bitta sug'orib qo'yishini maslahat beraman. Daraxtni tanasidagi suv kerak bo'lgan paytda o'sha yerda tomiri bor joylarda namlik yetarli darajada bo'lsa, u daraxtda suyuqlik, mana shu suvga ehtiyoj bilinmaydi. Quruq yerlar ko'p O'zbekistonda hozir. Bu joylarga agar gullash davrida suv qo'yishlarini maslahat beraman. Chunki u chanqagan holatda gullaydigan bo'lsa, o'sha u gul kurtaklar gullagan davrida o'z shaklini olishni boshlaydi. Agar u ushagan holatda bo'lsa, bandi uzunligi yoki kaltali bo'lishligini o'sha gullash davrida olishni boshlaydi. U agar siz buni gullash davridan daraxtingizni ozuqasini berib, suvini qo'yib boqib borayotgan bo'lsangiz, biz ko'p kuzatilyapti shu narsa. Agar gullashdan oldin bunga ozuqa berilib, o'zi belgilangan ozuqalar bor, turiga qarab turib ozuqasi berilib, gullashdan 10 kun 15 kun oldin suv qo'yilgan bog'larda mevalar juda ham sifatli va yirik yetilyapti. Bu meva nazoratini mevani ko'rib turib emas, mevani hali ko'rmasdan boshlash keraklik degan xulosaga olib kelyapti. Shu sababdan har bitta bog'bonga, O'zbekiston Respublikasidagi barcha bog'bonlarga maslahatim, daraxtlari gullashidan 10 kun, maksimum minimum 5 kun oldin daraxtlarini tagiga ozuqa solib, fosforli yoki azotli holatidan kelib chiqib turib, mutaxassisdan maslahat olgan holatda uni kurtaklariga qarab turib fosfor yoki azot kamligini bilish mumkin, kurtakning katta kichikligiga qarab. Xuddi shunday holatda fosfor yoki azot solib, bitta suv ochib turib, gullash davriga kirib borishlarini maslahat beraman, chunki gul kurtaklar to'liqroq, aniqroq ishlaydi, keyin kattaroq ochiladi. Xuddi bu bargga o'xshagan narsa. Ozuqani bergan, ozuqasi zo'r tashlangan bog'larda barglari juda ham yirik bo'ladi. Ozuqasi kam tashlangan bog'larda barglari mayda bo'ladi. O'zi kirib borganingizdan bog'ni holatini bilish uchun uni barglariga qarasangiz bo'ldi. Agar siz xuddi o'sha ozuqani, azotli, fosforli ovqatni bunga uxlash davrida zo'r solgan bo'lsangiz, gullash davridan 10 kun oldin quruq suvni o'zini bitta bersangiz, o'sha tomirlarga yetib bora olmayotgan fosforli azotlar joy-joyiga yetib boradi. Kaliylar hammasidan solish kerak bo'ladi. Keyin bu daraxt gullash davrini oson va yaxshi o'tkazadi. U oson va yaxshi o'tkazgandan keyin u yerda meva juda ham ko'p bo'ladi. Qolganini mevani holatidan kelib chiqqan holatda hozir mevani seriylashtiradigan preparatlardan yoki qo'l orqali rushnoy seriylashtirib kerakli mevani olib qolish mumkin bo'ladi. 10 yillik tajribaga ega agronomdan mevali daraxtlarga zarar yetkazayotgan kasalliklar haqida ham ma'lumot oldik. O'zbekiston Respublikasida mevalarga tushadigan kasalliklar o'zi davri bor hammasini. Misol uchun bug'doy o'rimdan keyin o'rgimchakkana tushadi. Buni hamma biladi. Erta bahor yomg'irlar ko'p yog'adigan bo'lsa, zamburug'li kasalliklar tushadi. Siz asosan buni fevral oyida kasallikka qarshi kurashish kerak bo'ladi. Kasallik daraxt uyg'ongandan keyin daraxt bilan birga hamohang uyg'onadi kunda issig'ida, lekin ungacha daraxt tanasida yotadi. Barglari yo'qligida fevral oyida fungisid bilan zaharni kombinatsiya qilingan holatda daraxtlarni bir qator 100% cho'miltirib, yozda meva olish va daraxtlarni o'sishga tayyorlab borishlarini maslahat beraman. Bu haqida ma'lumotni o'ziga tegishli bo'lgan joydagi mutaxassislar, agronomlardan, tajribasi bor agronomlardan so'rab, bilib, yo'lga qo'yishlarini maslahat beraman. Shunda daraxtlari toki bahordan kuzgacha o'zini yo'qotmagan holatda, kasallik ko'p rivojlanmagan holatda bemalol yetib boradi. Olma sarkashlikka ko'p uchraydigan meva sanaladi. Bir yil haddan ortiq ko'p hosil berib, keyingi yil esa juda kam meva qilishi mumkin. Har yili barqaror hosil olish uchun daraxtlarga to'g'ri shakl berish zarur. Shakl berish odatiy 100% to'liq bilib shakl berish shart emas. Doimiy shoxlarini 40 cm, 50 cm dan 3 yoshdan katta bo'lgan Pink Lady Rozgilov olmalarida 3 yoshdan katta bo'lgan holatlarda 40 cm, 50 cm dan yiliga yangi surx novdalarini kesib, oralari ochib turilsa juda ham oson buniki. Chunki bu hosildorligi baland bo'lganligi uchun shoxlar nazoratini to'liq qo'lga olish shart emas. Shox bunda borligini o'zi buni hosilni oshib kelishiga olib boraveradi. Oshcha shox qo'yilmaydi. Oshcha shox qo'yilsa
meva ko'p qilib yuboradi. Toqalash tizimidan foydalanishga to'g'ri kelib qoladi. Shu sababdan buni abreskasi ham juda oson. Mutaxassisligi 15 yillik, 10 yillik bo'lgan mutaxassislar bo'lishi shart emas. Oddiy ekkan odamni o'ziga ham telefon orqali tushuntirib natija olish mumkin. Bu amaldan o'tib boryapti. Ekilayotganda agar yerda holati quruq holatda bo'lsa, har bir ko'chat ekilgandan keyin 24 soat ichida sug'orishni maslahat beraman. Chunki bu suvni yaxshi ko'radi. Shuni hisobiga buni ko'klash darajasi oshib boradi. Endi buni sug'orish tizimiga keladigan bo'lsak, agar sizni payvanddagi silniroz bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatingizdan kelib chiqib, eng tezi 5 kun bilan 5 kun 15 kungacha bo'lgan oralig'ida joyingizdan kelib chiqqan holatda sug'orish tizimini yo'lga solsa bo'laveradi. Bu haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishadigan bo'lsa, buni sug'orish tizimi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Joyidan kelib chiqib, har 15 kunda suv ochib, bu olmani har 5 kun yoki 7 kunda qanchalik darajada yetiladigan bo'lsa, xuddi o'shanchalik darajada yetiladigan holatga olib borish imkoniyati ham bor. Faqat buni ishlab chiqilgan texnologiyasi bor. Buni faqat mutaxassis yordamida bizda o'zimizda tajribadan o'tgan tajriba asosida buni maslahat beramiz. Kam suv joylarda ham buni xuddi shunday holatda yetiltirish mumkin. Faqat belgilangan reja bo'yicha harakatlansa bo'ldi. Qadrli tomoshabin, qayerda va qaysi vaqtda bo'lishidan qat'iy nazar, sifatli meva har doim qimmat narxda sotiladi. Sifatli meva yetishtirmoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling. Ishingizni mehr bilan bajaring. Unga vijdonan yondashing. Shunda daromadingiz ham, hayotingiz ham kundan kunga yaxshilanadi. Hozirgi kunda buni bozorda tan narxini oshirish uchun bunda sifatli meva ishlab chiqish kerak bo'ladi. Serialashtirishdan foydalanish kerak bo'ladi. Agar bog'ni holatidan, umumiy holatdan kelib chiqqan holatda. Endi buni tan narxini oshirish uchun bunda doim mutaxassisdan foydalanish kerak bo'ladi. Lekin Pink Lady, Rozigilov shunday olmaki, mutaxassissiz ishlagan taqdiringizda ham bog'ingizda sizga 30% umumiy olib aytganda 100% lik mevangizdan 30% bozorda bemalol yuqori narxda sotiladigan olma ko'rinishida chiqaveradi. Bunga mutaxassis bo'lish shart emas. Agar mutaxassisning bilimidan foydalansangiz, o'sha 30% lik darajani 80-90% gacha olib chiqish imkoni paydo bo'ladi. Bu o'zingizning holatingizdan kelib chiqqan holatda qilishingiz mumkin bu narsani. Aziz tomoshabin, bugungi ko'rsatuvimizda sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Kelgusi dasturlarimizda bog'dorchilikning qaysi yo'nalishini keng yoritib berishimizni istaysiz? Bu haqida ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali fikrlaringizni qoldiring. Hozircha esa xayrlashamiz. Salomat bo'ling.